Assalomu alaykum. Birinchi navbatda hurmatli ota-onalar, tanishganimdan xursandman. Xo'p, men ismim Sharifim, Mirjalol Shakirov, 95-yilman. Yo'nalishim xalqaro iqtisodda 2014-2018-yillarda Yaponiyada bakalavr tugatganman. Undan keyin 5 yil Yaponiyada bank sohasida ishladim. Hozir 3 yildan beri Mercedes mashina ishlab chiqarish kompaniyasida proyekt menejer lavozimida ishlab, hamda bayda asosan chet el o'zimizning o'quvchilarni chet el universitetlariga joylashga konsultant sifatida ish faoliyatimni olib boryapman. Nega o'zi chet elda o'qish foydali degan savol bor. O'zimizda ham shuncha universitetlar bor. O'zimizda o'qisa bo'lmaydimi degan savol tug'ilishi tabiiy. Nimaga chet elda o'qish foydali deydigan bo'lsak, birinchi o'rinda xalqaro diplom beradi. Xalqaro diplom nima beradi o'quvchiga desangiz, birinchi xalqaro diplomni o'zi olishlik uchun o'sha darajaga yetadigan bilimni olish kerak. Bu bilimni qay beradi desangiz, o'sha xalqaro darajadagi universitetlar beradi. Xalqaro diplom. Undan keyin nima beradi desangiz, mustaqillik va mas'uliyat. Bola shu vaqtgacha ota-ona bilan 18-19 yoshigacha ota-ona bilan uyda birga, kerak bo'lsa ovqatni ham uydagilar qilib beradi, kiyim-kechagini ham, boshqa narsasini ham. 18-19 dan keyin o'zi mustaqil bo'lib chiqqandan keyin bolaning bo'yniga nima tushadi? Mas'uliyat tushadi. Bola yana ham mas'uliyatliroq bo'lishga majbur bo'ladi chet elda. Ya'ni yoshligidanoq o'zini mas'uliyatini bo'yniga ola oladigan kuchli bola bo'lib chiqadi. Xo'p, uchinchisi nima beradi deydigan bo'lsak, aksar davlatlarda mana ingliz tili asosiy til. Bizdagi hozir olingan anketalarda ham o'quvchilar bergan, qiziqqan davlatlar asosan ingliz tilida gaplashiladigan davlatlar. Xo'p, undan tashqari nima beradi deydigan bo'lsangiz, masalan, men o'zim Yaponiyada o'qigan bo'lsam, ingliz tilini o'rganib, IELTS olib ketganman. Yaponiyada o'qish davomida 4 yil masalan yapon tilini o'rganganman. Undan keyin yapon kompaniyasida ishlab, yana o'sha til darajamni oshirganman. Nima berdi desangiz, ingliz tilini shundoq ham bayda o'rgandik, qo'shimcha til beradi. Oxirgisida karyera imkoniyati. O'zimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, xalqaro diplom olgandan keyin karyera bemalol masalan xalqaro darajadagi kompaniyalarda ishlay olasiz. O'zingiz sohangiz bo'yicha. Bu imkoniyatlarni beydagi universitetlarda ham qilsa bo'ladi, qilsa bo'lmaydi emas, lekin kam hozir. Xo'p, keyingi hozirgi mana ustozim aytib o'tdilar, asosiy masala nimaga taqaladi deydigan bo'lsak, bola baribir qiziqadi chet elga ketishga, tayyorgarlik ham qiladi, IELTS ham oladi, lekin asosiy qarorni baribir ota-ona chiqaradi. Nimaga? Chunki bu moliyaviy masalaga taqaladi. Moliyaviy masalaga taqaladi. Xo'p, ko'pchilikda shunaqa stereotip deydi, fikrlash bor. Ya'ni chet elda o'qish juda ham qimmat degan tushuncha bor. Aslida chet elda o'qish juda ham qimmat emas. To'g'ri yo'l, to'g'ri strategiyani qilinsa, masalan, ko'p davlatlar chet eldan keladigan o'quvchilar uchun to'liq stipendiya yoki qisman stipendiya grantlarni ajratadi. Davlat ham ajratadi, universitetlar ham ajratadi. O'shanga to'liq, ya'ni universitet talablarini, davlat talablarini to'liq tushungan holatda ariza topshirilsa, grant yutib olish ehtimolligi, imkoniyati oshadi. Hozir aytib o'tganimdek, davlat universitetdan tashqari davlat o'zi chet eldan keladigan o'quvchilar uchun ham stipendiya, grantlar ajratadi. Men o'zimdan yaqqol misol aytaman, 80% grant olib ketganman 2014-yilda. O'sha vaqtda 4 yilga $60,000 to'lashim kerak edi. 80%, ya'ni $48,000 davlatdan ham, universitet tomonidan ham yutib olib ketganman. 4 yil davomida faqat $12,000 kontrakt uchun to'lov qilganman. Xo'p, oxirisiga nima deganman? Xo'p, bizning maqsad nima bu yerda? Mana ustoz bilan masalan Al-Xorazmiy xususiy maktab bilan hamkorlikda ishlayapmiz. Asosiy maqsadimiz, sizlar ham masalan farzandlaringizdan chet elda o'qishiga qiziqasizlar. Biz maksimal darajada 100% grantni olib berishga harakat qilamiz. Bu yerda birga ishlab. Xo'p, yana bitta savol tug'ilishi mumkin. Chet elda o'qish o'zi xavfsizmi degan. Ota-onalarda ko'p bo'ladi bu narsa savol, xavfsizmi? Xo'p, bu narsaga to'liq batafsil javob beradigan bo'lsam, birinchi o'rinda qisqa javobim ha, xavfsiz. Davlatiga ham bog'liq. Xavfsiz. Nimaga? Birinchi o'rinda universitetlarning talabi bo'yicha hozir 1 yil to'liq yotoqxonada turishni majburiy qilib qo'ydi hamma universitetlar. Nimaga deydigan bo'lsangiz, universitetning hududida joylashgan yotoqxona, universitet hududida joylashgan, universitetning nazoratida bo'ladi. Bola 1 yil. 1 yil nima deydigan bo'lsangiz, bola uchun bu adaptatsiya, yangi davlat uchun adaptatsiya muddat. 1 yil ichida to'liq o'sha yangi joylashga, yangi mentalitet, yangi kulturaga o'rganadi, yangi tilga o'rganadi, yangi odamlarga. O'shaning uchun ular universitetni 1 yillik yotoqxonasi majburiy qildi, o'quvchilar o'sha joyda o'rganishi, bir-biri bilan chiqishib ketishi oson bo'lishligi uchun. Biz davrimizda unaqa emasdi. 3 oydan keyin chiqib ketsangiz bo'laveradi. Hozir unaqa emas. 1 yil turasiz, 1 yil davomida bola to'liq ko'nikib bo'ladi. Undan keyin
Har bitta universitetda o'zining xalqaro talabalar ofisi bor, student office deydi. Student office nima qilib beradi deydigan bo'lsangiz, talabada qanaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, student office hal qilib beradi. Personal muammo bo'lishi mumkin, moliyaviy muammo bo'lishi mumkin, boshqa va hokazo muammolar. To'g'ridan-to'g'ri masalan, shunaqa muammo bo'lyapti, ota-ona deb chiqmaydi, student office ga kiradi, student office bilan gaplashadi. Ular o'zi hammasi hal qilib beradi, hal qiladigan muammosini. Mabodo student office hal qila olmaydigan kattaroq, endi xudo ko'rmasin, kattaroq muammo bo'ladigan bo'lsa, elchixona bor yoki diaspora deydi, o'sha davlatda o'zida yurgan community. Yaponiyada bor masalan o'zbek community, Amerikada bor o'zbek community. O'sha joyda universitetni bitirib chiqib ketgan ustoz bolalar bo'lishi mumkin. O'zidan katta yoki 1-2 kurs tepadagi bolalar bo'lishi mumkin. Ulardan muammosini, ya'ni muammosiga javob topa oladi bemalol. Doimiy aloqani qo'shimcha qilib yozib qo'yganman. Baribir ota-onalar tarafdan ham bola bilan kunda bir yoki 2 kunda bir doimiy muloqot telefon orqali bo'ladi. Xavfsizligini so'rab turishlik uchun. Qabul jarayoni nazorati qanaqa bo'ladi bu narsa? Birinchi hujjatlar tayyorlaymiz biz bu yerda. Undan keyin hamma hujjatlar tayyor bo'lgandan keyin ariza topshiramiz. Undan keyin grantning natijasi chiqadi. Undan keyin vizaga harakat qilamiz. Vizadan keyin uje ketish tayyorgarligi bo'ladi. 5 ta qadam. Farzandingiz hozirda nima qilish kerak? Bu eng muhim narsa. O'tgan safar ham talabalarimizga biz aytdik, tushuntirdik. Hozirdan ingliz tilini chuqur o'rganish kerak. Bu bir. IELTS da yuqori ball olish kerak. IELTS yoki SAT. Ko'p davlatlar hozir IELTS so'raydi. Qo'shimcha mana Amerika, Janubiy Amerika davlatlariga boradigan bo'lsa, qiziqish bo'ladigan bo'lsa, SAT hozir majburiy qilib qo'yapti. Ingliz tiliga chuqurroq investitsiya qilish kerak hozirdan. Bu bir. Ikkinchisi, mana akademik background deydi. Aniq hamma universitet tekshiradi maktabdagi baholar. Maktabda ham oliy baholarga o'qib yurish kerak. GPA tizim bo'ladigan bo'lsa, 5 dan iloji boricha 5 dan tushirmaslik kerak. 4.5, 4.6, 4 dan tushib ketmaslik kerak, qisqa qilib aytsam. Ota-onaning roli, muvaffaqiyatli birgalikka erishishlik, ota-onaning qanaqa roli bor deydigan bo'lsangiz, birinchi o'rinda mendan ko'ra sizlar yaxshi bilasizlar, yoshinglar katta. Hech qachon solishtirmaslik kerak. Bolani o'ziga qattiq ta'sir qilar ekanda bu narsa. Kimdir o'rtog'i boshqa davlatga kirgan bo'lishi mumkin. O'zbekistonga endi shunaqa taqdir yozgan bo'lishi mumkin, O'zbekiston universitetiga kirgan bo'lishi mumkin. Shunaqa holatlarda ham baribir solishtirmaslik kerak ekan bolani. Naborot birga qo'llab-quvvatlab, sabr qanoat bilan ishlash kerak. Shu narsani so'rab qolardik biz. Xo'p, bugungi qaror ertangi natija deganmiz. Bugungi sizlarda, ya'ni o'quvchilar, talabalarning qiladigan qarori ertangi natijasiga bog'liq. Ya'ni chet elda o'qish boshida qimmat tuyulishi mumkin. Baribir ketadi vizasiga, chiptasiga, yeb-ichishiga, lekin uni rasxod emas, investitsiya sifatida qarash kerak. 4 yildan keyin universitetni bitirgandan keyin hozir qilgan investitsiyangiz 10x, 15x, 100x gacha qaytib kelishi mumkin. Xo'p, eng ko'p beriladigan savollar bu tushadi. Birinchi o'rinda qimmat emasmi? Ya'ni chet elda o'qish qimmat emasmi degan narsa. Boshida aytib o'tdim, grant yutilsa qimmat emas. Faqat to'g'ri strategiya bilan ishlash kerak. Qiynalib qolmaydimi? Ko'p buni onalarimiz berishadi. Farzandimiz qiynalib qolmaydimi? Chunki hozirgacha birga yurgan, ota-onasining oldida bu yoqqa borsa yakka hayotga o'rganishga qiynalmaydimi degan narsa bor. Qiynaladi, tabiiy narsa. Qiynalishi aniq, lekin boshda aytib o'tdim, mas'uliyat bo'yniga tushgandan keyin bola o'zi rivojlanib o'sadi. Ilojsiz. Ish topa oladimi? Universitetni bitirgandan keyin qaytib kelmaydimi yoki qaytib kelsa ham bu yerga kelganda u diplom o'tadimi degan savollar tug'iladi. Bu yerga keladigan, xo'p, universitetlarning aksariyati hozir akkreditatsiya qilinadi. Nostrifikatsiya ham ba'zi davlatlar, O'zbekiston ba'zi universitetlar diplomini nostrifikatsiya qildiradi, so'raydi u narsani, qilsa bo'ladi u narsani. Chet elda bo'ladigan bo'lsa, men Yaponiyaniki masalan diplomi O'zbekistonga ham o'tadi, xohlagan davlatingizga o'taveradi. Ya'ni o'zini yo'nalishida bemalol ishlayveradi. Xo'p, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, hozirdan investitsiya qilish kerak farzandlarimizga, hozirdan. Boshida aytib o'tib ketdim, birinchi o'rinda bizga kerakli narsa IELTS. IELTS olishga sizlar tomonidan ham, ota-onalar tomonidan ham bolaga qo'llab-quvvatlash juda ham kerak hozirdan. IELTS bo'lsa-ki, birinchi o'rinda talab qiladi universitetlar IELTS yoki SAT. Undan keyingi hujjatlarni qilib olish muammo emas. Zagran pasport so'raydi. Masalan, ustoz bilan mayda gaplashdik, attestatsiya, vaqtinchalik, vaqtidan, muddatidan oldin attestatsiya olsa bo'ladimi deydigan narsalar so'raydi. U narsalarni hal qilsa bo'ladi, lekin mana SAT yoki IELTS, ya'ni farzand o'ziga bog'liq bo'lgan sertifikatlar bo'lmasa, ishlab bo'lmaydi. O'shancha iltimos qilib qolardik. Iloji boricha sizlar tomonidan ham farzandinglarni IELTS ga yoki sertifikatga, SAT ga qiziqtirib,
qo'llab-quvvatlashinglarni.